Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi obyektimizni yakunladik. Xudo xolasa 200 kvadratli katyolimizni o'rnatib berdik mana shu xonadonga. Oddiy sistema qildik. Havo beradigan joyi, sirkulyatsiya nasosini mana bu yerga qo'ydik. Demo xotkasi. Podachani oddiy sistema qildik. Mana bu tepaga chiqyapti-da, oddiy rashpak qo'ydik. Gaz ballonidan dejib. Podachani bag'dan beri obrotkani. Podacha obrotka bir xil ketyapti. 32 kg turbada ketyapti. Hozir sizlarga ichkarilarini tanishtiraman. Keyin qancha pul ketganini oxiriga, video oxiriga aytaman. Mana birinchi ochganmiz. Mana bu ikkinchi. Mana bu uchinchi hammomga qo'ydik. Sistema ham shunday bir xil mana shunday pollankilar polstashka bo'lib ketadi. Mana shunaqa qo'yib, vaqt kirib ketyapti. 3-tochka. Mana bu 4-chi, keyin mehmonxonaga 5-chi derazani ikkita chakkasiga qo'ydik. Mana bu 6-chi. Ikkita batareykani bitta qilib o'rlab yubordik. Xona yaqinligi uchun kattaroqda qo'yib yubordik. Mana bu esa oxirgi o'yimiz. Eng oxiri 45 metrdan keyin qo'yildi. Ismim tushib ketdi. Bu nechinchisi edi bu? 8 9-chi. 8-chi, 9-chisi o'ylab. Tak, bunga kerak bo'lgan ketgan masalliqlar 9 ta radiatorga 10 million so'm ketdi. Usta puli 500 ming so'mdan har bir tochkasini qilib berdik. Polchalarga guratni o'yib tiqib 10 million 500 ming so'mdan 4,5 million so'm bu bo'lgan 14,5 million so'm 9 million so'm katyolimiz. 14,5 ga 9 23,5 million so'm pul ketibdi. Mana shu xonadonimizga fonlardan o'rdan oxirigacha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqarsangiz sog' salomat bo'linglar.